yurak ishemik kasalligi haqida gaplashamiz. Ya'ni yurak ishemik kasalligining keltirib chiqaruvchi sabablari va mexanizmi haqida. Xo'p, yurak ishemik kasalligi bu yurakning maxsus qon tomirlari, koronar qon tomirlarida tiqilish bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Endi bu tiqilishga, mana buni yurak deb oladigan bo'lsak, bu uni qon tomiri, mana shu qon tomirda qon oqib o'tishi kam va kislorod ta'minoti kam bo'ladi yurak mushagiga. Shundan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Endi bu ateroskleroz, bu yurak ishemik kasalligiga eng ko'p sababchi bo'ladigan narsa bu aterosklerotik blyashka, ya'ni xolesterinning yog'li tiqilish hisoblanadi. Ya'ni xolesterinning koronar qon tomirlariga o'tirib qolishligi va qon oqimining to'silishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Endi aterosklerotik blyashkalarga eng sababchi bo'ladigan faktorlarimiz bular mnemonik tarzda yodlaymiz. Bad heart, ya'ni yomon yurak tarzida. Bad heart. Birinchisi body mass index 30 va undan yuqori bo'lishligi, ya'ni semizlik. Semizlik qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, yurak ishemik kasalligi shuncha xavfi ortib boradi. Bu o'zgartirib bo'ladigan faktor, ya'ni har bitta inson o'z tana massasini o'zgartirishi mumkin. Keyingisi age, yosh, 65 yosh va undan yuqori yoshlar bu kasallikka faktor hisoblanadi. Bu o'zgartirib bo'lmaydigan faktor. Keyingisi diabetes mellitus, ya'ni sahrli diabet kasalligi. Buni belgilab qo'yamiz. Bu ham o'z navbatida yurak ishemik kasalligining sababchisi, eng katta sababchilardan biri. Keyingisi hypertension, buni ham belgilaymiz. Xo'p, qon bosimi kasalligi. Qon bosimi va qandli diabet yurak ishemik kasalligining eng katta xavf omili hisoblanadi. Shu ikkalasini esdan chiqarmasligimiz katta ahamiyatga ega. Keyingisi spirtli ichimliklar iste'moli. Keyingisi qon tarkibidagi LDL miqdorining yuqori va HDLning kam bo'lishligi. Ya'ni xolesterinlarning ko'p bo'lishligi, pastlikdagi bu qon tomirlariga o'tirib qolish xavfi, cho'kadigan xolesterinlarning ko'p bo'lishligi risk faktori hisoblanadi. Keyingisi relatives, ya'ni qarindoshlar orasida koronar arteriya kasalliklari, yurak ishemik kasalliklari bor bemorlarimiz xavf guruhiga kiritiladi. Keyingisi tobacco use, ya'ni chekish ham xavf guruhiga, xavf omiliga kiritilgan. Endi yurak ishemik kasalligining belgilari. Birinchisi heart rate, ya'ni bu joyga kislorod va qon oqimining kamligi natijasida yurak urishining tezlashishi. Ya'ni menga qon oqimi kam, kislorod yetishmayapti deb sun'iy ravishda taxikardiya, yurak urishini orttirib beradi. Keyingisi chest pain, ko'krak qafasida og'riqlik hissi, hypertension, qon bosimining oshib ketishligi, fatigue, kuchli charchoq hissi va bosh aylanishlari belgilari yuzaga kelishligi mumkin.